O'zbek fuqarolari darhol xabardor bo'ling. O'zgidromet agentligi 27 avgust kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, tezkor xabar. O'zgidromet 27 avgust kuni uchun ob-havo prognozini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati, Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Havo harorati kechasi 16-21 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi.